Bugun biz pizza haqida emas, kelajak haqida gaplashamiz. Chunki kelajak bu tasodif emas, u aniq va ishonchli ma'lumotlardan boshlanadi. 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish o'tkaziladi. Oxirgi marta bunday katta ro'yxatga olish 1989-yil bo'lib o'tgan. O'shandan beri hayot o'zgardi, aholi ko'paydi, qishloq xo'jaligi yangi bosqichga o'tdi. Bugun esa bizga yangilangan, aniq va to'liq ma'lumotlar kerak. Chunki aynan shu ma'lumotlar asosida yangi maktablar, yangi ish o'rinlari, ijtimoiy loyihalar va qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash dasturlari rejalashtiriladi. 15-dan 31-yanvargacha onlayn ro'yxatda faol ishtirok etgan fuqarolar uchun maxsus sovg'alarimiz tayyorlangan. Shunchaki bir necha daqiqa vaqtingiz, lekin natijasi butun kelajagimiz uchun juda ham muhim. Ro'yxatga olishda faol ishtirok eting, chunki kelajak bugundan boshlanadi.